Biz o'zbek xalqi, Uyg'ur xalqi ota-onalarimizni hurmat qilamiz, juda ham yaxshi ko'ramiz, boshimizga qo'yamiz. Men o'zbek bilan Uyg'ur orasida hech qanaqa farq ko'rmadim. Bironta bir boshqacha xatti-harakat, na muomalada, na mehmondo'stlikda va umuman barcha tuyg'ularda, barcha insonga zarur bo'lgan xislatlar o'zbekda ham, Uyg'urda ham birdek ko'zimga tashlanib turdi. Umuman bu yoqqa kelib ham xuddi bir begona yurtda yurmagandek, xuddi o'zimni qarindoshlarim, og'a-inilarim orasida yurgandek his qildim. Rahmat. Shu jumladan bizni bir 2 yil oldin, adashmasam 2 yil oldin Mo'minjon do'stimiz, naqshchi do'stimiz, shu yigitga internet orqali men qo'shiqlarimni yubordimda, Farg'onada bir qiz bor, qoshi qaro qunduz bor. Shuni uyg'urchaga o'girib bergin dedim, xuddi o'zini qaytarib jo'natib yubordi menga. Men dedi farq ko'rmayapman. Bir xil ekan, qayerini o'zgartirishni bilmadim. Dedi, qanday bo'lsa shunday yana o'zini jo'natib yubordi menga. Keyin demak qo'shiqlarimizni uyg'urchaga o'girishimiz shart emas ekan. U yerda juda ham yaxshi tushunishar ekan. Dedimda, yaxshisi bir uyg'urcha qo'shiq ayta qolay. Shu xalq qo'shiqlaridan. Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan. Dedimda, qo'limizdan kelganicha, endi xatolari juda ham ko'p. Ayibga buyurmaysizlar, xato sanamaysizlar. Keyin Xudo xolasa juda ham bir o'sha maromiga yetkazib ijro qilishga harakat qilamiz. Marhamat. Men melenge bağırmayman, vayda bey mahallanın yolu yaman. Men melenge bağırmayman, vayda bey mahallanın yolu yaman. Varmayman, görüşmeyman, vayda acab qolmaydiken qağa, vayda bey peşengandeki çağa. Acab qolmaydiken qağa, vayda
Mana shu yigit endi bu yigitni ta'riflashim hojati yo'q. Sizlar mendan yaxshi bilasizlar. Bizni bugungi kunda o'zbek, uyg'ur san'atini bog'lab turgan yigit desam xato bo'lmaydi. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Juda ham katta xizmat qilyapti mana shu bola. O'zbekistonga borib, u yerdan bu yerga kelgan san'atkorlarni kutib olib, u yoqda ko'pchilik san'atkorlar bilan do'stlashib, juda ham katta xizmat qilyapti. Bugungi hozir ijro etilgan qo'shig'imizni ham asosiy shu yordam berib, qo'ldan kelganicha bizni shu yo'q demasdan butun mehr bilan, muhabbat bilan bizni qarshi olib, kutib olib, o'sha qaysiki yurtga borsang, o'sha yurtda bir do'sting bo'lsa, musofirliging bilinmaydi odam. Shu do'stimiz shu do'stimiz bor ekan, hech qanaqa chataq nima edi? Chataqchilik yo'q. O'zbekchada muammo yo'q deydi, ha? Muammo yo'q. Muammo yo'q. Shu bolani juda ham yaxshi ko'ramiz. Hamma O'zbekiston san'atkorlarini hurmat qilamiz. Qarshi bo'lmasanglar, Mo'minjondan ham bir ikkita qo'shiq eshitsak. Rahmat. Rahmat. Bir naqshimiz bor. Shu naqshini billa Eysoq deydigan umidim bor. Albatta, sahnaga chiqqanimiz yana bir marta kaypinglarni ko'tarib chiqib ketmasak bo'lmaydi. Sizlarga tanishlik bir kuyimiz bor. Gap bo'libdi deydigan, ha? Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Bir aytinglar. Bir ishga. Meni saqlab turganingiz gap bo'libdi, ha? Demak, bilasizlar, to'g'rimi? Birga aytamiz, agar kaypinglar qizg'in bo'lsa, pastga tushib sizlar bilan birga darqamda turib aytamiz, o'ynaymiz. Maylimi? Üstüdekiler kapı olmaysizlar, ha? Bir vaqt aytinglar. Maylimi? Gap bo'libdi, qani hamma. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Menga qarab kulganingiz gap bo'libdi. Bir aytimizmi? Aytimizmi? Menga so'rab uyingizga kelganingiz, menga qarab uchrashganda kulganingiz. Meni so'rab uyingizga kelganingiz, menga qarab uchrashganda kulganingiz. Meni kutib yo'l bo'yida turganingiz. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Gap bo'libdi. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi.
ağlar gördüm